Bu biznesni tashlayman, bu umuman befoyda biznes ekan. $3000 pul tikdim, $5000 pul tikdim. Smesimni puli ham chiqmayapti-yu, deydigan odamlar juda ham ko'payib ketdi. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlar bilan mana shunaqa qiyin vaziyatga tushib qolgan odamlar bilan ozroq fikr almashish, to'g'ri maslahatlar berish uchun yana aloqaga chiqdim. Bu video asosan muzqaymoq biznesini boshlagan va foydaga kira olmay, boshini ushlab, boshini qayoqqa urishni bilmay turgan odamlarga bag'ishlanadi. Bugungi unaqa nima deydi, murojaatlarim, gap so'zlarim hammasi nima deydi, sizni og'ir vaziyatdan qutqarishga ozgina bo'lsa ham yordam bersa, men juda ham xursand bo'lardim. Muzqaymoq biznesini boshlashda eng asosiysi sizni zanachka pulingiz bo'lishi kerak. Bir yilda foydaga kirib ketaman deb plan qilgan odam hech qachon birdaniga foydaga kirib keta olmaydi. Bu biznes sizga begona bo'lsa, oldin umuman bu sohada ishlamagan bo'lsangiz, birinchi yilda o'zida foydaga chiqib ketish juda ham qiyin masala. Shuning uchun birinchi o'z navbatida ayrimlar bor, $5000, $6000, $10000 pul tikkan morojniy qilishga, lekin smesni kimdandir sotib oladi yoki kimdir olib kelib beradi yoki o'zicha bilib olgan narsasi bo'yicha qiladi. Klient yo'q, bugun morojniy olgan odam ertaga undan morojniy olmaydi. Eng muhimi bu yoqda smes, morojniyni smesi, morojniy u tarkibi zo'r bo'lmasa, boshqa joynikidan ajralib turmasa, ko'chadagi morojniy bilan bir xil bo'lsa, u siz klient yig'a olmaysiz. Klient yig'ishingiz uchun asosiysi smes. Ko'pchilik shuni tushunmayapti. Ayrimlar bor, $20000, $30000 gacha tikib olgan, lekin smesga pul tikkisi kelmaydi, smesni o'rgangisi kelmaydi. Menga telefon qilib ayrimlar shunaqa smes o'rganuvdim, o'xshamadi deganlar ham bor, smes o'rganuvdim, umuman bo'lmaydi deganlar ham bor. Mana YouTube'da bir ikkita morojniy o'rgatadiganlar bor. 300 ta odamni kanaliga yig'ib qo'yibdi, kanalga qo'shib qo'yadi, lekin sizga u hech narsa, boshqa narsa aytmaydi. O'sha kanalda nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha qilaverishingiz kerak ekan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Har bitta odamni vaziyatidan, joyidan, muhitidan kelib chiqib alohida yondashish kerak. Mana masalan, mendan kimdir muzqaymoq retsepti o'rganmoqchi bo'lsa, men u odamni sharoiti, vaziyati, apparaturalaridan kelib chiqib alohida retsept, alohida yondashuv qilaman. Ayrimlarga o'xshab o'sha bitta kanalga qo'shib qo'yib, nima qilsang qil, mana shu kanalda borini qil, men boshqa narsa aytmayman senga deydigan odamlar ham bor ekan. Bizda unaqa emas. Menga murojaat qiling, Telegramda mana shu nomerlarga yozing. Men sizga o'sha muzqaymoqni kilosi 8000 dan chiqadigan turini ham o'rgataman. Kilosi 15000 dan, hozir 25-30 ming sotilayotgan kilosi, eng zo'r morojniy 15000 ga chiqadi. 15000 ga chiqadigan turini ham o'rgataman, 8000 so'mga kilosi tushadigan turini ham o'rgataman. Agar sizni morojningiz o'tgan qaytgan oladigan joy bo'lsa, u yoqqa klient kelish shart emas. Endi u yoqqa klient kelish kerak emas ekan deb tufta morojniy soting demoqchi emasman. Sizga doimiy klient kerak bo'lmagan joyda arzonroq morojniy sotganingiz yaxshi. Agar sizga doimiy klient kerak bo'ladigan bo'lsa, 15000, 20000 gacha borib qoladigan kilosi morojniylar sotganingiz juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Agar kimda kim shunaqa morojniy bo'yicha maslahatlar kerak bo'lsa, rostdan o'rganmoqchi bo'lsanglar, albatta menga telefon qilinglar. Telegramdan, imodan, WhatsAppdan yozishinglar mumkin. Albatta savolinglarni bejavob qoldirmayman. Siz xohlagandek, siz tanlagan ko'rinishi, ta'mi, siz xohlagandek bo'lgan morojniyni o'rgatishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Alohida yondashaman. Xudo xolasa, siz bilan onlayn, offlayn xohlagandek ko'rishaveramiz. Sog' bo'lasizlar. Murojaat bo'lsa telefon qilaverasizlar. Bo'pti, sog' bo'ling.